holatda o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bizda shunday haydovchilarimiz borki, xohlagan joyda to'xtab, yo'lovchini tushib chiqaradi. Chunki u haydovchilarimizning g'ami yo'q, tashvishi yo'q. Eng asosiysi boshqalarning umuman ishi yo'q. Qaranglar. Shuna qoidani bilmasa ham shu mumkin emas bo'lgan joylar bilinib turibdi-yu, kesishmani to'sib qo'yapti. Qoidaning 91-bandi binoan qatnov qismini kesishmani to'xtash mumkin emas. Eng qizig'i, gapirsangiz yana ushib ham ketadi. Jim tur, sabr qilib tursang bo'ladi-ku, tushib chiqaraman, ketaman deb qo'yadi. Iltimos, haydovchilar, aynan shu haydovchiga tegishli shunday haydovchi turlari bor-da. Bu sizdan tashqari bu yer sayyorasida boshqa harakat qatnashchilari ham bor, haydovchilar ham bor. Siz to'xtasanglar, hayot to'xtab qolmay davom etadi. Iltimos, shuning uchun qoida bo'yicha to'xtash mumkin bo'lgan joy to'xtanglar. Boshqalar xalaqit bermaydigan joy to'xtanglar. Bo'ldi, hech kim shunday demaysizlar. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'ldimi? Like ham bosib ketinglar.